Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda Brexit'dan to'liq ro'yxatdan tushib ko'rsatib o'taman. Bu yerda kirish va ro'yxatdan tushib bor. Ro'yxatdan tushishga kiramiz. Bu yerda 4 xil usul bor. Kimga qaysi qulay bo'lsa, o'sha orqali ro'yxatdan tushish mumkin. Eng oson usuli bir bosishda o'tamiz. Birinchisi mamlakat. Qayerda bo'lsangiz o'sha yerga kiritasiz. Keyingisi valyuta. Xohlagan valyutangiz o'ynasangiz bo'ladi. Bizda so'mni o'ynaymiz. Yerda bonus olish uchun spot uchun kadin ekanimiz o'ynashni olsangiz bo'ladi. Ikkalasi birini tanlaysiz. Yerga promokod kiritamiz. 1x pastki chiziqcha 40 58 271. Shu promokodni kiritib ro'yxatdan o'tsangiz sizga qo'shimcha bonus beradi. Mana buni ptichka qilamiz. Ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Bu yerdan kapchadan o'tishimiz kerak. Video sepet deyapti. Tanlab bosamiz. Keyingisini tasdiqlashni bosamiz. Mana ro'yxatdan o'tdingiz, login bilan parol beradi. Uni screenshot olib qo'yamiz galeriyaga. Esdan chiqib ketmasligi uchun keyingisi tugmasini bosamiz. Mana akkauntga kirib oldik. Pastda menu degan joyga bosib, bu yerdan shaxsiy ma'lumot degan joyga kiramiz. Xo'sh, bu yerda telefon raqamlab qo'yishni maslahat beraman. Yanada akkauntingiz ishonchliroq. Nomer kiritasiz, faollashtirish bossangiz, telefon nomeringiz SMS kiradi, o'sha SMS tasdiqlasangiz nomer olinadi. Keyin pul chiqarishda muammo bo'lmasligi uchun bir pasport ma'lumotlarimizni to'g'ri kiritishimiz kerak barchasini. Bu yerda barchasini kiritib, saqlash tugmasini bossak, ma'lumotlarimiz saqlanadi. Saqlab bo'lgandan keyin настройкаga o'tamiz. Bir chekda hisob to'ldirish, pul chiqarish bo'limi mavjud. Endi hisob to'ldirishga kirsak, Homa uskat bo'limi mavjud. Bemalol to'ldirishingiz mumkin. To'ldirishda belgi summani kiritiladi meni. 20 ming so'm. Yerga karta raqam. Keyin muddat mana bu yerga va pastiga ism, familiyani kiritasiz. Karta raqam, muddat, ism, familiya va playni bossangiz, ulangan telefon raqamini kodiklar o'sha tasdiqlasangiz, hisobingizga pul tushadi. Pul chiqarish ham xuddi shunday, juda ham oson. Qaysi orqali to'ldirgan bo'lsangiz, o'sha orqali chiqarasiz. Ana smartfonda chiqarish ham xuddi shunday. Bir summa, karta raqam, ism, familiya va muddatni kiritib tasdiqlash bossangiz pulingiz chiqadi.